Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Mana bu qiz Ozarbayjonlik qiz. Ozarbayjonlik bu qiz mana Ozarbayjonlik qiz. Bu qizga men yordam bermoqchiman. Bu qiz qancha yosh desan? 21 yoshda. 21 yoshda qiz, küçük qiz. Mana kichkina qiz. Bu qizga mana men ko'ylaklarimdan berib, tufli berib nima qilmoqchiman? Sababi bu qiz telefonlaringni o'g'irlatdingiz. Telefon 4 marotaba telefon olmish, 4 marotaba telefonini chalmishlar. So'ngra kimsa yordam bermiyor. Odamlar yordam bermayapti ekan xullas. Odamlar yordam bergani yo'q. Hozir u yerda chalishiyor, u yerda ishlayapti. Hozir bo'lsa bunga aspara ozgina pul beryapti. Bizda qanday qizlarga bo'lsa ko'p pul beryapti. Pul faqat o'yinga tushish uchun xolos. O'yinga tushish uchun bu qizga ozgina pul. Bo'lmasa mana figurasi bir chiroyli qiz mana. Endi bu qizni sizlar aytishlaring mumkin. Sen qanaqangi ayolsan, nimalar qilyapsan, jinnimisan deyishlaring mumkin. Bu qiz buzilib bo'lgan qiz bola bas bu qiz. Qiz bola bas birinchidan, ikkinchidan bo'lsa bu qizni telefoni nima ota-onasi yordam bermayapti. Telefonini 4 marta o'g'irlab ketibdi. Pullarini ham o'g'irlab ketibdi. Shuning uchun jinni yordam beryapman. Yordamimni hali kechqurun ko'rasizlar. Bu qizni chiroyli qilib makiyaj qilib, ko'ylaklar kiygizdirib, tuflilar kiygizdirib qo'yaman. O'zimni kerak bas tufligimdan, kerak bas 2-3 ta ko'ylakchalarimdan, bunaqa ko'ylakchalarimdan beraman. Savob bo'ladi. Savob ishni qilish kerak. Endi sen unaqangi deb menga video ham chiqarishlaring mumkin. Video chiqarsalaring chiqaraveringlar. Sababi bu qizni o'zi xohlab o'sha yerga borib ishlaydi. Chunki qiz bola bas, shuning uchun ham o'sha yerga borib ishlaydi. Sizlar nima deyishlaringdan qat'iy nazar, endi odamga yordam berish kerak. Undan tashqari men aytmoqchimanki, nima desam ekan, shu bitta joyda ishlaymiz. Faqat o'yinga tushib, haligi mudirdan pul olamiz. Mudir degani direktor degani. Xullas, hammalaring tushunib oldilaring. Endi karochi biz kechqurun makiyaj qilamiz, chiroyli qilib boshqacha qilib qo'yaman bu qiz. Bu qiz chunki mendan bir 10 yosh kichkina qiz. Shuning uchun bu qizni hamma kamsitib, mensimasdan boshqa qilyapti. Shuning uchun hurmat qilishi uchun odamlar bu qizni o'zgartirmoqchiman. Kechqurun bu qizni o'zgartiraman. Bo'pti, yaxshi qolinglar. Sizlar ham agar menga negativ qilib videolar qilaydigan odamlarga gapim borda, sizlar ham agar qo'llaringdan kelsa kimlargadir yaxshilik qilinglar. Yaxshilik qilgilaring kelsa qilinglar. Yaxshilik qilgilaring kelmasa qilmanglar. Endi menga video qilasizlarmi, boshqa qilib chiqasizlarmi, bu qiz haqida, men haqimda bizga pax qo'y. Chunki mana nima qilib haligi ota-onasi yordam bermayapti, ota-onasiga pax qo'y, sikib tashab ketgan, ular ham yordam bermayapti, ularga pax qo'y. Mana hech kim yordam bermayapti. Shuning uchun ayol kishiga yordam berish kerak. Savob bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, hozirgi kunda o'lib ketadigan hayotda endi nima desam ekan? Men o'zim shu qizga yordam berish xohladim. Shu. Karochi meni video qilsalaring menga ham pax qo'y. Bo'pti, yaxshi qolinglar, bo'pti. Hammaga rahmat.